Noto'g'ri muolaja qilmaganingizga ishonchingiz komilmi? Ha, ishonchim komil. Xo'p. Hamshiralikda necha yillik tajribaga egasiz? 15 yildan oshiq. Bu shifoxonada qancha vaqtdan beri ishlaysiz? 2 oy bo'lib qoldi. Nega ishingizni almashtirgansiz? Gapingizga tushunmadim. Nega shuncha yil ishlagan joyingizni tashlab bu shifoxonaga ishga o'tdingiz deb so'rayapman. Hamshiralarning maoshi yuqori ekan. Mayor Soipov eshitadi. Nima? Qachon? Qayerda? Bo'ldi, tushundim. Hozir yetib boraman. Hozircha bo'shsiz. Bemalol ishlayvering. Lekin biror joyga ketishni xayolingizga ham keltirmang. Qachon chaqirsam yetib kelasiz. Xo'p, bo'ladi. Ruxsatmi? Bugun qanaqa xudo qarg'agan kun bo'ldi. Ertalabdan beri birorta bir yaxshi xabar eshitmabman. Kechagina gaplashgandim. Soppa-sog' yurgan odamni kutilmaganda bunday bo'lganini eshitib qolsang yomon bo'lar ekan. Ha, to'g'ri aytasiz. Juda yomon bo'ldi. Bir narsa so'rasam maylimi? Bemalol. Fozil Jo'ray bilan Mayor Soipov bu yerda birga yotishganini bilaman. Rahmatli Jo'rayev Soipovga qadrdon edi. Bilsam bo'ladimi uni sizga qanday aloqasi bor? Hech qanday aloqasi yo'q. Men uni so'roq qilayotgandim xolos. Jo'rayevning tergovi yakun topdi deb eshitgandim. To'g'ri. Tergov tugab, ish sudga oshirilgan. Lekin uni hibsxonada pichoqlashgandan keyin Rahmat sizga. Halimova, ketdik. uzr. Shunaqa deng. Ikrom Izinovdan xabar bormi? Yo'q. Telefoni o'chirilgan. Uydagisini ham hech kim ko'tarmayapti. Yozgan SMS-imga ham javob yozmadi. Demak, topolmadim deng. Xuddi shunday. Men esa topdim. Qayerda ekan? Shifoxonada. Shifoxonada? Ha, shifoxonada. Shifoxonada nima qiladi? Uni kaltaklab ketishibdi. Nima? Nega kaltaklashadi? Ahvoli qanaqa ekan? Kim nega kaltaklashganini hozircha bilmayman. Ahvolini o'rtacha deyishyapti. Ertalabdan beri endi o'ziga keldi. Bugun qanaqa kun bo'ldi o'zi? Bir nima dedingizmi? Yo'q. O'zim shunchaki. Ha. Hozir hammasini aniqlashtiramiz. Ikrom Midzinovni bu yerga qachon olib kelishdi dedingiz? Erta tongda. 4 yoki 5lar chamasi edi-yu. Kasallik varaqasida aniq vaqti yozilgan. Uni kim bu yerga olib keldi? Bir otaxon olib keldilar. Otaxon bu yigitni lekin tanimas ekanlar. Shuning uchun bemor o'ziga kelguncha uni kimligini aniqlash qiyin bo'ldi. Nega ichki ishlarga xabar bermadingiz? Nega xabar bermas ekanmiz? O'sha paytni o'zida xabar berganmiz. Kelishmadimi? Uchastka noziri keldi. Birpas o'tirdi. Keyin hushiga kelsa chaqirarsizlar deb chiqib ketdi. Bemor o'ziga kelgach xabar berdik. Hali zamon kelib qolsa kerak. Meni telefon raqamimni sizga kim berdi? Bemor berdi.
Demak, kallasi joyida. Kirib ko'rsak bo'ladimi? Kimni? Har holda ammamning o'g'lini emas. Kaltak yegan bemorni aytyapman. Yo'q, mumkin emas. Nega mumkin emas ekan? Chunki bemorni ahvoli og'ir. Sal o'ziga kelib olsin, kirib ko'raverasizlar. Bizga mumkin. Xavotir olmang. Jinoyat qidiruv bo'limidamiz. Bemorni yoniga boshlang. Kelinglar. Turmang. Yotavering. Sizga o'rningizdan turish tugul qo'zg'alish ham mumkin emas. O'rtoq tergovchi, sizga 5 daqiqadan ortiq vaqt bera olmayman. Bemor charchab qolishi mumkin. Xo'p. Mayli. Xo'sh, jangchi, ahvollar qalay? Ahvoling ko'rinishingdan ma'lum, jangchi. Endi menga aytchi, kim seni shu darajada bejab qo'ydi? Bilmayman. Bu savolni javobi ham aniq edi. O'zingdan tasdiqlatib oldim xolos. Mayli, tezroq tuzalib ket. Qolgan gaplarni o'shanda gaplashamiz. Tolaxon, shifokor bizga 5 daqiqa vaqt bergandi. 1 daqiqasidan men foydalandim. Qolgan 4 daqiqasi sizga. Rahmat. Men mashinada bo'laman. Yigit hali yosh. Buni ustiga baquvvat ekan. Bir ikkita qovurg'asi singan. Bitib ketadi. Faqat orqa tomondan kuchli zarba berishgan. Boshi yaxshigina yorilgan ekan. Tikib qo'ydik. 4-5 kunda oyoqqa turib ketadi. Dori-darmonlar yetarlimi? Yetarli. Ayrim yo'q dorilarni otaxon olib kelib berdilar. Qaysi otaxon? Hali aytdim-ku. O'zini mashinasida olib kelgan otaxon. Ha, Kuni bilan shu yerda edilar. hozir qayerdalar? Bilmadim, ko'rinmay qoldilar. Rahmat. Arzimaydi. Iye, ana, Xizrni yo'qlasak bo'lar ekan. Mana otaxonning o'zlari. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? O'g'ilni ko'rgani kelyapman. Boya qishchi hech kimi yo'q shekilli. Och yotmasin dedimda, kampirga aytgan edim, bitta tovuqni shartta kallasini olib qozonga sol. Jinday kartoshka, jinday sabzi, jinday sholg'om tashlab chiroyli qilib tovuq sho'rva tayyorladi. Ha bu yaxshigina quvvat bo'ladi-da. Shuni issig'ida bolamga olib borib ichiray deb keldim. Xo'p, sovmasin. Baraka Rahmat, toping. otaxon. Mayli, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, o'rtoq boshliq. Soyipov, va alaykum assalom. Kun bo'yi qayerga yo'qolib ketding? Jo'rayev. Jo'rayev masalasida xabarim bor. Hozir qayerdasan? Shifoxonadaman. Shifoxonada nima qilyapsan? Leytenant Ikromiddinov bilan Bundan ham xabardorman. Hozir oyog'ingni qo'lingga olgin va tez bo'limga yetib kel. Qolgan gapni shu yerda gaplashamiz. xo'p bo'ladi, o'rtoq boshliq. Xo'sh, yorildimi? Aytishiga qaraganda hech kimni ko'rmagan. Mashinadan tushgan paytda orqadan kelib urishgan. Zarbni kuchidan ko'z oldi qorong'ulashib yerga yiqilgan. Shundan keyin hushini yo'qotgan. Hech narsani eslay olmayapti. Bu Timur deganlari men o'ylagandan ham pishiq chiqib qoldi-ku. Mayli. Temirovga ishonmaganim uchun sizni chaqirgandim. Advokat Adashev, o'g'limning ishini sizga topshirmoqchiman.
rozi bo'lsangiz agar. Yoki boshqasini topaymi? Ha? Nimalar deyapsiz, opajon? Bu sohada men yutmagan ish yo'q. Anovi Soipov deganlarni ko'ndirib bo'lmaydi deyishyapti-ku. Opajon, siz xavotir olmang. Ishni Soipov emas, sud ko'radi. Xudoga shukr, sudda tanishlarim ko'p. Lekin ishni suddan silliqini o'tadigan qilib tayyorlash masalasi ham bor-ku. Bu masalani ham o'ylab qo'yganman. Soipov qancha chiranmasin, biz ko'rsatgan yo'ldan yurishga majbur bo'ladi, opa. Advokat. Menga cho'pchak aytgandan ko'ra dangal gapiring, bildingizmi? Men ayol kishi bo'lsam ham ishlarimni-chi erkakcha bitirishga o'rganib qolganman. Xo'sh, o'sha Soipovni qanday qilib nog'arangizga o'ynatmoqchisiz? Ha, Sulaymonga Yoshlar ittifoqidan ijobiy tavsifnoma olishimiz kerak bo'ladi, opa. Ha, tushunishimcha, tavsifnoma tekinga berilmaydi. Albatta. Xo'sh, narxi qancha ekan o'sha Ardona qolgurni? Muncha xotin chalish bo'lmasangiz-a? Aniqroq aytingizchi. Sizga o'sha tavsifnomani sotib olish uchun qancha kerak? A? 500 mi? Yoki 5000 mi? O'zimizning puldami? Yoki dollardami? Tushungan odamni sadaqasi ketsang, arziydi, opajon. Albatta 500 emas, 5000. O'zimizni so'mdan ko'ra ko'proq ish beradi-da endi. Yaxshi. Shu bilan ish bitishiga ishonchingiz komilmi? Menga ishoning. Yoshlar ittifoqidan tavsifnomani olsak, Sulaymonni sud zalidan shundoqqina chiqarib olamiz. Adashev, ikki qulog'ingiz bilan eshitib oling. Agar bu gal ham ish bitmaydigan bo'lsa, Sulaymonni o'rniga sizni turmaga tiqaman. Tushundingizmi? Tushunarli. Xo'sh, Ikromiddinov bilan gaplashdingmi? Gaplashdim. U nima dedi? Hech kimni ko'rmagan, hech narsani bilmas ekan. Shunga ishondingmi? Yo'q, albatta. Nega? Chunki Ikromiddinov laqma emas. To'g'ri, unga kutilmaganda orqadan zarba berishgan. Lekin u hech kimni ko'rmasligi, hech kimni tanimasligi, hech narsani bilmasligi mumkin emas. Nima deb o'ylaysan? Qo'rqyaptimi? Bilmadim. Bu ishda anavi jinoiy to'dani qo'li bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Nega bunchalik ishonch bilan gapiryapsan? Chunki Ikromiddinov hali biron bir jiddiy ish bilan shug'ullangani yo'q. Kattaroq bironta ilonni dumini bosib olganicha yo'q. Unda uni kim kaltaklaydi? Menimcha Timur o'zini kim kaltaklaganini juda yaxshi biladi. Lekin bizga aytmadi. Hali beri aytish niyati ham yo'q. Bizga ozgina vaqt kerak. O'shanda nima bo'lganini aniqlaymiz. Yaxshi, mayli, boraver. Ishingni qil.
qani. Keling o'rtoq adashib. Biz tomonlarga qanday shamollar ushirdi? Bu idorada qattiq shamoli bor bitta odam bor. Ha. Agar bu gal ham o'z bilganidan qolmasa, Ha. shamoli o'zini uchirib ketishi mumkin. Bilaman o'rtoq boshliq. Tushunaman. Lekin Soipovning xarakterini bilasiz-ku. Ushlagan joyini qo'yib yubormaydi. Qolaversa, o'sha xotin mayor Soipovni haqorat qilgan. Azizov, o'sha xotin emas, Matluba Sobirova. Yaxshi o'rtoq boshliq. Matluba Sobirova. Xo'sh, uni o'g'liga qanday yordam bera olamiz? Hech qanday yordam bera olmaymiz. Bola qilgan ishi uchun jazo olish kerak. Azizov, siz borgan sari mayor Soipovga o'xshab ketyapsizmi? Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi deyshadi-ku. Yaxshi Azizov. Lekin Matluba Sobirovani kimligini bilasizmi? Bilaman o'rtoq boshliq. Bilsangiz, nega unga yordam bergis kelmayapti? Matluba Sobirovani qora bozorni nazorat qilishini ham, uni ortida kimlar turganini ham, qo'lidan nimalar kelishini ham yaxshi bilaman. Lekin uni o'g'li Sulaymon Sobirov ikkita talaba qizni umriga zomin bo'lgan. Shunaqa deng. To'g'ri. Men ishim uchun, bola chaqam uchun Sobirova va uni ortida turgan qora kuchlardan qo'rqishim mumkin. Ammo begunoh qizlarning arvohidan ulardan ko'ra ko'proq qo'rqaman. Juda soz. Shunday deyishingizni kutgandim. Ishonchim oqladingiz. Rahmat o'rtoq boshliq. Rahmat. Xayr. Ishlarimiz kundan kunga chegallashib boryaptimi? Ikromiddinov masalasini nazarda tutgan bo'lsangiz yo'q. Bu chigal masala emas. 1-2 kunda o'zim oxiriga yetkazaman. Ikromiddinov sal o'ziga kelsin. Ikromiddinovni qo'ya tur. Anavi shaytonning urg'ochisi poytaxtgacha chiqibdi. Qaysi biri? Nima? Tumanimizda shaytonning urg'ochisi shunchalik ko'payib ketganmi? Bilmasam. Sobirova hozirgina yuqoridan qo'ng'iroq bo'ldi. Nima? Yuqoridagilarni chekka tumandagi dollar furushni himoya qilishdan boshqa ishi yo'qmi? Hovliqma Soipov. Hali hech kim senga Sobirovani himoya qilgin deyotgani yo'q. Unda nega qo'ng'iroq qilishadi? Ehtiyot bo'linglar, toza ishlanglar. Sobirova oddiy odam emas. Uni ortida turganlar ham ko'p narsaga qodir. Shuning uchun ogoh bo'linglar deyishyapti. Shunaqa demaysizmi, o'rtoq boshliq? Komiljon, shu kundan kunga tajanglashib boryapsan-a? Nima? Keksalik alomatimi? Ha? Yo'q. Mayli, bu masalaga keyinroq qaytamiz. Fozil Jo'rayevni dafn marosimi soat nechiga tayinlangan? Peshin namozidan keyin. Siz ham borasizmi? Yo'q. Meni viloyatda yig'ilishim bor. Sen borgin-da, har bir kelgan odamni nazoratga olgin. Lekin hech narsaga aralashma. Yaxshi. Tushundim. Menga ruxsatmi? Ha, yana bir masala. Gap bilan ovora bo'lib, asosiy masala esimdan chiqibdi-yu. Eshitaman, o'rtoq boshliq. Anavi tergov izolyatori boshlig'i, sobiq boshlig'i Xoliq Egamovni kabinetimga olib kelasan. Keyin prokuratura tergovchisi Shuhrat Oripovni ham taklif qil. Topshiriq yodingdami? Yodimda. Oripov mayli, uni jinoiy qilmishlarni o'rganaversin. Biz esa topshiriqqa binoan qanday qilib shunday halol odam jinoiy to'da qo'ygan, tuzoqqa tushib qolganini bilishimiz kerak. Ana undan keyin polkovnik Halimovga axborot beramiz. Tushunarlimi? Bo'ladi. Tushundim. Bo'pti, boraver. Xo'p bo'ladi. Demak, bu gal o'z shamoliga o'zi uchib ketishi mumkin deng. Advokat adashib. Shunday. U yoqdagilarni jahllari juda qattiq chiqdi.
Bu olamda xushxabar eshitadigan kunimiz ham bor ekan, advokat. Keling. Ha, o'rtoq kapitan. Ko'rinishingizdan yo mansabingiz, yo unvoningiz ko'tarilganga o'xshaydi. Yo'q, nega? Hech qayerga ko'tarilganim yo'q. Unda nega buncha xursandsiz? Shunchaki o'zim. Advokat adashib bir yangi latifa aytganda. Juda qiziq ekan. Shunga mazza qilib kulishib o'tiribmiz. Men sizni tuppa-tuzuk advokat deb yursam, hali masxarabozman ham deng. Qani, bizga ham bir latifa aytib beringchi, biz ham mazza qilib kulaylik. Abdiyev, yolg'oningizni misi chiqdi. Advokat Adashev masxaraboz emas ekan. Xo'sh, janob advokat, menda ishingiz bormidi? Yoki faqat Abdiyevga latifa aytish uchun kelganmisiz? Ha. Yo'q, shunchaki sizga bir hujjatni berib ketmoqchi edim. Endi Sobirovning ishini men olib boraman. Tabriklayman. Qanaqa hujjat ekan? Mana. Ikki qulog'ingiz bilan ham eshitib oling. Sulaymon Sobirov qonun oldida qilgan ishi uchun javob beradi. Mana bu xatni yozgan ittifoqchilaringizga borib ayting. Kerak bo'lsa ularni ham qonun oldida javob berishga majbur qilaman. Ular meni ittifoqchilarim emas. Yoshlar ittifoqi. Ularning vazifasi kelajagimiz bo'lgan yoshlarning huquqlarini himoya qilish. Menga qarang. Kelajak haqida hamma gapirsa ham siz gapirmang, Adashev. Sizni o'tmishingiz ham, buguningiz ham, kelajagingiz ham kuyib kul bo'lgan. Men nimasiz? Siz poraxo'rsiz. Siz va sizga o'xshaganlar jamiyat ildiziga tushgan qurtsizlar. Sizlarni bugun yo'qotmasak, ertaga jamiyatni yo'q qilasizlar. Yeb bitirasizlar. Yeb bitirasizlar-ku, lekin qorninglar to'ymaydi. Endi keting. Yo'qsa o'zimga javob bera olmay qolaman. Yur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alloh sabr bersin. Rahmat. Qaysingiz bilan xonadonimga kirib kelding? Qotil! O'zing o'ldirtirib! Endi tomosha qilgani keldingmi? Oyi, oyi, o'zingizni bosing. Oyoqlaring bilan ostonamni Oyi, oyi, sizga nima bo'ldi? Oyi, masalan, qo'shni. Dori beringlar. Hanifaxon, ko'zingizni oching, Opa! ko'zingizni oching. To'xta, iflos. Menga qara, sen bular kambag'al, otasini ruhini sotadi deb o'yladingmi, a? Harom pullaring o'zingni boshingni yesin. Sen ham otamdek turmalarda xor bo'lgin. Xor bo'lgin. Opa, o'zingizni qo'lga oling, bo'ldi. Xor bo'lgin. Shusiz ham Xudo urib qo'yibdi. Jazosini ham o'zi beradi. Xudoga soldim. Bo'ldi. Tishlaning, opa. Hayda. Bo'ldi. Yig'lamang, opa.
Shef, o'sha ta'ziyaga bormaylik deb aytdim-a sizga. Borib to'g'ri qildik. Agar bormaganimizda biron bir aybi borki, kelmadi deyishardi. Sen ayollarni qarg'ishiga e'tibor berma. Agar qarg'ish bilan odam o'lib ketadigan bo'lganda, hozir yer yuzida hech kim qolmagan bo'lardi. Ana Iskochga seni ham ko'zing tushdimi? Ana mayorni aytyapman. O'sha yerda Soipovni ko'rdingmi? Yo'q. Hushyorlikni yo'qotyapsan, bola. Bu yaxshilik alomati emas. Aslida mayorni men emas, sen ko'rishing kerak edi. Chunki meni hayotim, xavfsizligim seni qo'lingda. Ol. Rustam ketganidan keyin sendan boshqa meni ishonadigan odamim qolmadi, bek. Endi takrorlanmaydi, shef. Ayrim gaplaring, qiliqlaring xuddi militsiyalarni qilig'iga o'xshab ketishini bilasanmi? Endi harbiydan qolgan odat bo'lsa kerak-da. Yaxshi bolasan. Lekin men bilan birga ichmaganing yomon. Xuddi alkashlarga o'xshab doim bir o'zim ichaman. Ha, nima? Nimaga kuydirgan kallaga o'xshab tirjayib o'tiribsan? Bir latifa esimga tushib ketdi. Hali latifa aytishni ham bilaman degan. Yo'q, latifa aytish borasida qobiliyatim yo'q, lekin ma'nosini aytib bera olaman. Qani, eshitaylikchi. Sendek og'ir karvon odamni kuldirgan latifa qanaqa ekan? Xullas, sizga o'xshagan bag'ri keng xo'jayin bo'lgan ekan. Qayerga ziyofatga borsa, haydovchisini o'zi bilan birga olib borar ekan. Doktorga boradimi, yeb ichishgami, xullas har doim yonida ekan. Xo'sh, bir kun xo'jayin bilan bir ziyofatdan chiqishibdi. Shira kayf, rosa maza qilib ichishgan. Ikkalasining ham kayfi ancha baland. Haydovchi mashinani haydab keta turib, "Xo'jayin, rosa qiynalib ketdim. Bitta haydovchi olaylik" debdi. Nima debdi xo'jayiniga? Qiynalib ketdim, bitta haydovchi olaylik debdi. Unda sen ichmaganing ham yaxshi. Ha? Shuning uchun ham ichmayman-da, xo'jayin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Shifoxonaga borgandim. Ikromiddinovning ahvoli ancha yaxshi. Yonida o'sha kuni yordam bergan otaxon bilan kampir bor ekan. O'zi bilan gaplashdingizmi? Gaplashdim. Nima dedi? Bobom bilan buvim bilmasin. Meni safarga ketgan deb aytinglar deyapti. Bu gapni menga ham aytgan. Unga kim hujum qilgani haqida so'ramadingizmi? So'radim. Xo'sh. Yana o'sha gap. Hech kimni ko'rmadim, hech narsani eshitmadim dedi. Sizga muhim bir topshirig'im bor. O'zi ishonsam bo'ladimi? Xuddi shunday o'rtoq boshliq. Bu sirni ikkimizdan boshqa hech kim bilmasligi kerak. Xo'p bo'ladi. Qanday topshiriq deb so'ramaysizmi? Yo'q. Menga ichki ishlar sohasida ishlaydigan bo'lsang, rahbarlarning topshiriqlarini so'zsiz bajarishing kerak deb o'rgatishgan. Agar topshiriq qonunga xilof bo'lsa-chi? Avval topshiriqni bering-chi. Keyin bu savolingizga javob beraman. Eshitaman. Xo'p bo'ladi. Hozir. Albatta. Siz bilan suhbatni keyinroq davom ettiramiz. Topshiriqni ham o'shanda olasiz. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Rahmat.
Chaqirtirgan ekansiz o'rta boshliq. Ha, chaqirtirgandim. Qani mana bu yerga o'tirchi. Xo'sh, Fozil Jo'rayevning janozasiga bordingmi? Bordim. U yerda kimlar bo'ldi? Baribir xotiniga aytish kerak edi. Nega? Chunki ayolini tez yordam olib ketdi. Xavotir olma. Ayolning sog'lig'i joyida. Unga shifokorlar yaxshi qarashyapti. Nimaga ajablanasan? Biz ham odammiz. Sen o'ylaganchalik bag'ri tosh emasmiz. Xo'sh, ta'ziyada ayolni tez yordam olib ketgandan keyin biron bir noodatiy hodisa yuz bermadimi? Sut zavodining direktori Jobir to'dasi bilan ta'ziyaga keldi. Mana bunisi qiziq. Xo'sh, indan keyinchi? Keyin nima bo'lardi? Jo'rayevning oilasidagilar Jobirni to'dasi bilan haydab soldi. Ular seni ko'rishdimi? Kimlar? To'dadagilar-da. To'dadagilarni bilmadim-u. Nazarimda Jobirni o'zi ko'rdi. Yaxshi. Jobir men kutganimdan ham aqlliroq chiqib qoldi. Agar dushmaning aqlli bo'lsa, sen undan ham aqlliroq bo'lishing kerak. Shunga harakat qilasan. Nimadir dedingizmi, o'rta boshliq? Hozir. Yo'q, hech nima. Bor. Sen ishingni qilaver. Bor. Bor. Alo.